Assalomu alaykum. Amirxon kanalining ashaddiy muxlislari. Aka-ukalar, 2 kun oldin 2020-yilda ishlab chiqargan Spark'imizni joyladik kanalimizga. Xudo xohlasa akalar, mashinamiz sotildi. Namangandan bir hoji akamizga sotildi mashina. Xo'p akalar, yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Kraskasi shu 20% deyilgan akalar. Mana mashina. Hozir salon holatlarini ko'rsataman. Mana akalar, salon holatlari. Xudo xohlasa mashinamiz baraka bo'ldi. Hoji aka, nima bo'ldi? Nech pulga ketdi endi bu? Amirxon bu mashinani siz kanalingizdan kelgani uchun hoji akamga 5725 ga berdim. 5725 dollar. Atak 5800 dollardan 1 so'm kamiga bermasdim. Mashina hoji aka, agar motori moy yesa, korobkasida bir ishi bo'lsa yoki bir muammosi chiqsa, mashina 100% kraska chiqadigan bo'lsa, aka, mashinani sarflagan hujjatingizni pulini ham qaytarib berib olib qolaman. Bo'ldi. Mashinani menga qarang. Bizni o'zi Andijon xalqi bilasiz, mehmon do'st xalq. Bo'lgan asaka. Bizni Namanganda ko'p yaqinlarimiz bor. Mana ko'p boramiz, endi ishqibozchiligimiz bor. Ko'p Qo'g'ayda Hasan aka degan akam bor. Ko'pda bunaqa akalarimiz. Bu mashinani ashlari yuzidan sizga men aka o'tib berdim, tushib berdim. Bo'ldi, yashang. Alinaqalarimiz ko'pda yaqinlarimiz. Atak mashinani olmasangiz ham, yoqtirmasangiz, somonga olib chiqib bitta osh qilib yegizib jo'nataveramiz. Yashang, boringizga baraka. Nech pulga ketdi endi? 5725 dollar. 5725 dollarga baraka bo'ldi akalar mana. Xudo xolasa. Aka, yaxshi kunlarga minesiz ham, olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Aka, mayli, sog' bo'linglar. Akalar, bittadan like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin, hamda obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yinglar.